Bugun maktab hovlisi jim bo'lib qolar, orzular osmonga uchib borar. Kecha kulgan sinfdoshlar birga endi, har kim o'z yo'liga qadam tashlar. Qo'ng'iroq jaranglaydi so'nggi bora, yurakda qoladi oltin xotira. Yillar o'tsa ham unutilmaydi bu sinf, bu do'stlar, beg'ubor damlar. So'nggi qo'ng'iroq jarangla baland, ko'zlarda quvonch va ozgina alam. Biz ketamiz endi katta hayotga, lekin yurak qolur shu maktab tomon. So'nggi qo'ng'iroq eshitilar hamon, orzular boshlanar bugundan ayon. Bir kun eslab kulamiz barchamiz, davom etmay eng unutilmas doskada yozilgan orzular qolur, sinfdagi kulgular quloqda yonur. Ustozning nasihati yo'ldosh bo'lib, kelajak sari yurar.